Hozir hayron qoldim-da, men bir mashinani bir anaqa sinimizni otalariga sovg'a qildilar, yosh qizaloq. Hozir mana shu holatlar ko'payib ketyapti. Negadir qizlar ko'proq otasiga mana shunaqa katta sovg'alarni qilyapti-da. Kam holatlarda o'g'il bolalar sovg'a qilayotganini ko'ryapman-da. Balkim hozir mujiklarga qaysidir bolalarga qiyin bo'layotgandir mana shu narsalarni ko'rib, misol uchun sizingiz otangizga sovg'a qila olsa-da, mashina siz qila olmasangiz siqilgan bo'lasiz, to'g'rimi? Ha, beraveradi. Mana shunaqalarga men maslahat berardim-da, akasi yoki ukasi bo'lsa, otasiga akam sovg'a qildilar yoki ukam sovg'a qildi deb olib kirsa, u boshqa. Meni mehr menimcha yana ham kuchayib ketadi-yu, boshqacha bo'ladi. Lekin men qolgan mujiklarga bitta maslahat beraman-da, ular ham siqilishmasin, glavniysi niyat qilishsin. Niyatda gap ko'p-da. Xudo xolasa menda ham bo'ladi, menda ham nasib qiladi deb niyat qilishsin. Menda ularga zo'r taklif bor. Men bu lilani ko'ryapsizmi? Men 4 xil rangida, boshqa hech kimda yo'q li bor bizda. Faqat bu lilarimizning ozgina probegi bor. Bor yo'g'i 3000-4000. Mana shunaqa okalar kelsa bor-ku, ozgina yetmay qolgan joyiga boru mujiklik qilyapsizmi? Bo'ldi, mana shunaqa mujiklarga jo'natib qo'yamiz. Ayollarga. Bu onaxonlarga, onaxonga. Mana buni dodaga, nosvoy rangida boshqacha bo'ladi. Mana misol yana anaqaroq, bu shustiriyroq. Ha, bu endi adasiga sovg'a qilib o'zi hayda yuradigan bolalarga bu zo'r to'g'ri keladi.